Həmşirlər 7-ci bab 3-cü ayının axırları bu nəm şəhərinin soğuqi texi tügümügən idi. Xilidən beri derizi töydə xiyal sürüb turğan Mihray burun uçlarından tartıb muzlab ketgənlikən bayqıdı və yataq içi kirib xiyallarını davamlaşdırdı. Mana, Mihrayның oqış bitirişigimi az qaldı. Onun İslamdan ibaret bu güzel hayat yolunu tanlab alğanlığımı 4 yıldan eşib qaldı. Bu 4 yıldan buyan onun burunqi bütün mijoz xuluqlari o'zgarib, boshqacha odam bo'lib qoldi. Albatta, har insonning kichiklikdagi ba'zi mijozlari o'zgaradi. Lekin Mihray ichi-tishidan tortib, butunlay yip-yangi qiyofatga kirib qolgan edi. Chunki islom degan mundaqli bir din bo'lmasdan, insonning dunyo qarashlari, turmush qarashlariga ta'sir qilgan bir hayot yo'li edi. Mihray hozir oliy maktabning 4-yilligida. Yana necha ay o'tsila, u o'qishni bitiradi. O'qish bitirish ishini o'ylasa, uning beshiga cho'ng g'am tushadi. Uningdan burun o'qish bitirganlarni u ancha bilib ketmaydi. O'qish bitirgandan keyin uydagilarning uni xizmat qilishga zo'rlashi turg'anli gap. Xizmat qilsa, yana mushundaq o'rnib yuralamdi. Dinida barbara chekinib ketishi aniqli gap-ku. Bu dunyoga shu petli berilib, erim, balam, kalam, xizmatim dabli o'tib ketarmi? Atdiyandan kechgacha yerib ishlab, ishdan qaytib kelib, oldirab uydagilarning qo'rsig'i tamoq etib, oqshima harg'inliqda namozni bo'lar bo'lmas yig'ib yogab baraqla o'qiydigan, shanba xizmatdoshlarining, al-og'inlarning to'ychalaridan qutulolmaydigan holga tushib qolarmi? Arzu umidlari baraqla yo'q chiqarmi? Uning chet ellardagi oliy bilim yurtlarida o'qig'isi, hammasidek yaramliq odam bo'lg'isi bor edi. Hammasiga bo'lgan hurmat sababidan oliy maktabga o'tgandimi, hammasining kasbini, kompyuter, uchur kasbini tanlagan edi. Hammasi o'qigan maktabda o'qishni, hammasidek doktorlikcha o'qishni ko'ngliga pukkan edi. Shu sababdanmi maktabga kelgandan buyon ingliz tilini yaxshi o'rgandi. Inglizcha 4 va 6 daraja imtihonlaridan yaxshi natijalarni oldi. Endi TOEFL imtihonini tayyorlik qilyotdi. Albatta, bu yil 9-oydagi o'qishga ulgurish mumkin emas. Shunga uningcha bo'lsa-mu, biror yerda xizmat tepib ishlab turish kerak. Keyin o'qishga chiqaman desa, yolg'iz chiqsa bo'lmaydi. Uningga mahram bo'lgudek biri bo'lish kerak. Mana tunigilla sochlarini ishga o'rib yurgan yot odamlarni ko'rsa, tortinib ishkarga uyga qochirgan turgan qizning to'y ishini o'ylashdan vaqti kelib qoldi. Nikoh ishi faqat bu dunyolik ish bo'lib qolmasdan, kishining qandoq jo'ri tanlashi uning oxiratligiga munosabatlik. Uning oldida bir qancha tanlash fursati turibdi. U zodi qanday qilish kerak? Texniqanda u shohid bo'lgan bir fojialik nikoh uning qalbini butunlay ostin-ustun qilib edi. Tayyorlikda o'qiyotgan chaqlari edi. Xanzutli fakultetidagi chachlar uzun, mang'izir to'q, ko'zi o'g'ri tishlari, chiroyli qizlaqlari uni to'liq omoq qiladigan suyumli qiz ularning yotog'ining eshigini chekdi. "Dilnur bormi?" dedi tartinib qana. U qo'lida cho'ng bir so'mka ko'tarib olgan edi. "Yo'q, biz bo'lsak bu mamlika, qani kirga." Qizlar tushdan uni chaqirishdi. Qizchaq kulimsirguncha yotoqqa kirdi. "Bizni tonimaydigan qilib ketadigan bu qiz." dedi Rana cho'ng'ildab so'zlab. "Yilmi 1 yildan yoqi 2 kunda bir kirib turyapsiz, uncha yat ko'rib ketmang bizni. Yaqay avar qilib qo'ymaymikin deb shu." dedi Rana uzatgan kichik qochidan o'rik ilayotqach. "Hay Amina, bugun kechda bizning yotoqdagi qizlar bila tamoq yemoqchidik, biz bilan birga chiqing-a." Amina Dilnurning yurtishi, shundaqla to'liq o'tir maktabdagi savodchishi bo'lib, mushu maktabning Xanzutli fakultetida o'qiydi. Aminaning qalbidami islomga ajoyib muhabbat bor edi. Shunga doimla Dilnurning yoniga kirib, uning bilan din haqida suhbatlashadi. Uningdan savol so'raydi. O'ylaganlarini o'rtoqlashadi. Bu yotoqdagi qizlarmi Aminani yoqtiradi. Uni chaqchaq qilib, kuldirib o'ynashni yaxshi ko'radi. Amina har qatim kulganida o'g'ri tishi ko'rinib, bakli omoq bo'lib ketadi. Bir ozdan keyin Dilnur qaytib keldi. "Dilnur, ma'u qizingiz sizni saqlab o'ltirgan vaqt, nalay berib keldingiz? Bilsam bilmasam yana Qur'on o'rganishiga. Bir yigit bilan ko'rishib kirdim desam ishnamsizlar." Dilnurmi xilili chaqchaqchi bo'lib qolgan edi. "Bu ay bu kunlarda hammaga shundan bo'lib ketyapmiz-jimi? Sizmi shundoq chiroyli, orqangizga yuradiganlarmi xeyli bor. Biror bilan ko'rishsangizmi ko'rishgansiz hamdi. Sizmi normal inson bo'lgandikin." Qizlar qoqoqlab kulishdi.
O'zimning benormalligimga ishondim. Undaq ishni qilish tugul o'ylashim yo'q menda. Bugundan boshlab normallik qaytishga tirishay. Yeliq Muhammad Ali degan bola bo'ladi ana. Shunda qamlashgan o'zim taqvo bola edi. Keyin hozir shuncha yurs unimidans. Ketib qoldi-ku endi. Kaskida uningsizmi bosh og'riqim kam emas. Qizlar kulishatdi, chaqchaqlashadi. Aminamu o'zining nima ish bilan kelganini unutib qolgandek, ularning kulkisiga qaytilib ketgan edi. Kimdir biri o'quvchi qizlar yigitdan boshqaning parog'ini qilishamdi degandek bir gapni qilib ekan. Bu yotoqdimi, garchi doim bo'lmasa-mu, anda-sanda yigitlarning parog'i bo'linib turadi. "Hay Amina, ov xoldiki nima u?" Kulib to'xtagan Dilnur diqqatini karavot ustiga qo'yilgan yo'g'on sumkaga ag'dirdi. "O'tgani siz bilan bilib berib tik turgan kiyimlar bitibdi ekan, shularni akelgandim. Ko'rib baqdingizmi, yaxshi tikibdimi?" dedi Dilnur sumkadan kiyimlarni olg'ach. "Amina, sizmi o'rdan bo'ldingizmi?" Sumkadan olgan kiyimlarni ko'rib, Fatima hayron bo'lib so'radi. "Shunday qilish o'ylayaptimi? Sizlarchi bularmi?" Aminaning yuzlari qizarib ketdi. "Albatta bo'ldi-da, buni bizningcha, sizningcha deb emas, balki Allohningcha deb o'lchaymiz. Alloh shunday yaxshi ko'rgan ish tursa bu, bo'lmaydigan yerim bormi? Bak yaxshi o'ylabsiz. Qani kiyib beqma?" Xormirang, bo'rakcha yaqiliq, uzun ko'ylak bilan qora ko'k ranglik aboyi Aminaga ajoyib yarashib ketdi. Aygul uning kiyimlarini kiyib sinashga boshladi. "Qachondan boshlab kiydaysiz bu kiyimlarni?" "Bilmadim, toza jur'at qila olmayaptimi. Sirtiklar ko'z nim deb qola. Bu qiz textunigun modlishib yuradi, bugun bo'yin bo'yapti deb gap topammi?" "At yana modlishib olsangiz, gapni haq emas, men topma", dedi Rana kulib turib. U mutixi yaqinda o'rangan edi. "Iymon degan to'nglig'anni kiyib, isig'ani tashlaydigan narsa emas. Kiygan ekansiz, qat'iy holda boshqalarning nima deyishi bilan ko'ringiz qilmaykin. Mening do'stlarim, hay urumchikdek kiymamsa, nima 6 yillikdek beshing qitiqishning yog'liqini ortib olding deyishidi. Men 6 yillik bir xudo, sen urumchik bir xudo yo'q, hammamizni bir Alloh so'roq qildi. Hammamizni hisob oldi. Shu vaqt kelganda isid, gip yo'g'on urumchik bo'g'icha, beshing shu yog'liqni o'rab yurgan qitiq cho'p qolsamchu deyishib ketsan texi, deb qo'yma. Ish qilib, nimadan ayrilsangiz ayriling, iymoningizdan ayrilmang do'stim. Rahmat sizga Rana, men adat deganda cho'qim sinib o'rnib chiqman. Atni saqlab nima qilsiz? Bugun o'rni olmamsiz? Hali biz birga tomoq yegil chiqamiz. Qarang, bu yerda o'rangan qizning netisi bor. Bizning aramizda mansangiz, asal ko'nib olasiz. Shunda qilib, bu qizmi chiroyli jilboblarni kiyib o'rnishga boshladi. Shuningdan boshlab farz va sunnatlarga amal qilishi texim yaxshi bo'lib ketdi. Aradan ozroq vaqt o'tib, Mehraylar tayyorlikni bitirib ketishdi. Lekin Mehray Amina bilan bo'lgan aloqasini uzib qo'ymagan edi. Amina Xanzur tili fakultetida bo'lgach, ular tayyorlik o'qimayla kasb kuchib ketadi. Shunga Mehraylar tayyorlikni bitirganda Amina allaqachon kasbning oldingi 2 yilini tugatgan edi. Mehray oliy maktabning 2-yilligini bitirgan yili Amina o'qish bitirdi. Amina o'rangandan buyon umu oilasidagilarning turli bisimlari uchrab kelayotdi. Uning dadasi yezi kadr ekan. Xizmatidan ayrilib qolishdan qo'rqdim aytavur, qizga turli amallar bilan bisim qilib kelgan edi. Oxiri qizini gipiga kirgizolmaydiganligiga ko'z yetdi-da, ta'tillarda uyga qaytishdan chekladi. Bichora qizning uyga qaytib boqmaganiga 1,5 yil bo'lib qolgan edi. Har ta'tilda savoqdoshlar uyga qaytib menishganda, ta'tildan yenib kelishganda, uning ko'ngli bo'lakcha aramsizlanib, bo'yin qisib qarab qoladi. Arqadilla, "Mushinog'im Alloh ajr berdi-ku, men bu ishlarni Alloh rizoligi uchun qilyapman-ku", deb o'zini baslaydi. O'qishmi bitdi. Endi nega berish kerak? Uyga qaysila dadasi uni maktabga o'qituvchilikqa oldirdi. Shuning bilan o'rnish u yoqda tursin, hatto namozini xotirjam o'qig'ili bo'lmaydi. Ana, uningdan 2 yil burun o'qish bitirib ketgan Nur Imongulni ko'rdi-ku. U qizning oilasidagilar uningga hech qanday bisim qilmagan. Faqat o'zi shuncha yil oliy maktabda o'qib, xizmat qilsam, o'qig'inim bekor ketmamdi, deb o'ylab qolgan edi. Yog'liqimni kaynimdan chigib, yoqis o'rik kiyimlarni kiyib, avratlarimni ochmay turib xizmat qilaman, degan edi. Oqibat qanday bo'ldi? Avval kiyimlari qisqarabdi, ondan yog'liqi yo'q bo'pti. Oxirda namozning tayini qolmabdi. Hozirgi ahvolning qanday bo'lib ketayotganligidan Amina bexabar. Oliy maktabda o'qish, xizmat qilish, pul tepish uchunmi?
Albatta, yaxshi sharoit bo'lsa, xizmat qilish, jamiyat uchun bir kishilik hassa qo'shish yaxshi ish. Lekin ibodat bilan xizmat taqishib qilayotganda, ajaba ibodatni tashlab xizmatni tanlamdiq? Amina bunda qarashni asla qabul qila olmaydi. Uning ham ayollar birga o'tirib ishlaydigan muhitda xizmat qilg'usim yo'q edi. O'tgan yil yozlik ta'tilda Urumchida bir shirkatda praktik qilish jarayonida u yerdagi buzuqchilik, hayosiz paranglardan beoram bo'lib, ta'tilni nihoyat tasdir to'shqizgan edi. Amina xeyli vaqtdan buyon oliy maktabni bitirgandan keyin diniy bilim olishni o'ylab yuradi. Lekin hozir nada undaq sharoit bor? Dadisi uning oliy maktabda o'qish uchun ancha-muncha pul berdi. Lekin o'qish bitirib dinda o'qiyman desa, uningga bir sinfni bermaydi. Aksicha uni tillab, shunda xiyolni qilgani uchunmi to'yg'izib yetish mumkin. Lekin buninglik bilan uning orzularini o'jiqtirib olmaydi. U cho'qim tirishib, o'zi orzu qilgandek yashaydi. Shuningdan keyin Amina ko'p joylar bilan aloqalashdi. Oxirida Lanjo shahrida bir masjidda arab tili o'rganganda unumi yaxshi ham arzon bo'lganligini bilib, shu yerga berish qaroriga keldi. O'ylaganidek, dadisi shuningdan keyin uning bilan bo'lgan butun aloqani uzib tashladi. Urug' tuqqanlarning uning bilan aloqa qilishiga yo'l qo'ymadi. U faqat bir hadis bilan aloqa qilib yuradi. Faqat hadislar uningga ancha-muncha yordam qilib turadi. Shunda qilib Aminaning o'qishimi bitdi. Mihray faqat Aminaning bir mazgil Lanjuda arab tili o'qiganligini, keyin Urumchiga qaytib ketganligini biladi. Uning qanday turmush kechirayotganligi, oilasidagilar bilan bo'lgan munosabatining qandayroq ekanligidan xabari yo'q edi. Qishliq ta'tilga qaytishdan burun u Dilnurdan so'rab Aminaning telefon nomerini topdi. Ham uning bilan Urumchida ko'rishib kelishdi. Ularning ko'rishmaguniga 1,5 yil bo'lib qolgan edi. Ikkalanida o'zgarish cho'ng edi. Mihray burunqidan o'riqlab, chiroylari sar tortilib qolgan. Lekin yana burunqidek chiroyli edi. O'xshamaydigan yeri burunq turganligi eg'ir besiqlikqa o'zgargan edi. Burunqidek kimnilar ko'rsa tortinib, qizirib o'ldirmaydi. Amina bo'lsa, to'y qilib bo'lgan ayollardek cho'ng sifat kiyinib olgan edi. Uning mijozi o'zgarib, ochiq mijozlik bo'lib qolgan edi. "Nimaandaq cho'ng sifat bo'lib ketdingiz?" dedi salom va quchoqlashib ko'rishlardan keyin Mihray oldidagi choyni o'tlag'ach. "Yeliq chijingizni ishga o'rib olgan holdingiz hech ko'z oldim turibdi. Chijim hozir burunga qaraganda ko'p o'sib ketdi. Tugib olmasam yig'ishtirib bo'lolmoqdekman. Hozir teqimiz tushgandi. Az qoldi. To'yni oldida azroq kesir edim." "To'y?" Mihray qo'lidagi piyolni ittik ustalga qo'ydi. "Siz to'y qildingizmi? Bizga demayli to'y qilibsiz-ku." Sal tuyuqsiz bo'lib qolgan edi, yana kelib sizlar angs nim derkin deb. "Nim deydiq, Rasululloh to'y qilinglar, iymoninglar butilindi degan emasmi? Albatta siz uchun xushal bo'lamiz-da. Yana nim deydiq?" Qarang, bu to'yga jiq odamlar norozi bo'ldi. Ish qilib o'zimdan boshqa hech kim rozi bo'lmadi desam bo'ldi. Dadamdan rozilik so'rsam, "Men seni bolalarimning qatoridan chiqarib atgan, kim bilan qilsang qil" dedi. Necha kun yig'ladim. Ko'nglim shunchalik yerim bo'ldi. Oxiri amalsiz yaqin yo'riqlardan nachin chaqiriblar nikoh qildirdik. Qancha vaqt bo'ldi? Tex endi bir oydan oshdi. Xap sizni ta'til bo'g'ich saqlab turgan bo'lsangiz, biz kelib to'yingizni ko'ngildagidek qilib beradiq emasmi? Ajab oldirabsiz. Sizlar kelgan bo'lsanglar, cho'qim o'toyni qilishim qo'shilmaydinglar. Nimishqa endi? Sizlar cho'qim kuyovini yoqtirmaydinglar. Nimishqa bundoq deysiz? Endi men sizga o'to'g'rilik so'zlab beray, obdan anglang. Tamoqmi so'yib qolmasin, tamoqlarni alg'ash emsa. Mihray yemiginiga uzoq bo'lgan, o'zi to'lim yoqtirgan lamponi oldirmay yeyishga boshladi. Aminamu o'zining hikoyasini boshladi. O'qish bitirib bir mazgil bakma qiynaldim. Hatto yonimda biror tiyim pul qolmay, kunlab osh qolgan vaqtlarim bo'lgan. Lekin diniy bilim olish irodamni yonmadim. Shundaq kunlarning birida bir tonishim nihoyat taqvo bir kishini taniydiganligini, u kishining nihoyat puldorligini, bizga o'xshash qiyin kunda qolganlarga yordam qilib turganligini aytib, uningdan maslahat so'rashim tavsiya qildi. Mening yot bir er kishidan yordam so'rag'im kelmadi. Shuni rad qildim. Bir kun yotoqda o'ltirsam, u kishi o'zi telefon qilibdi. Ahvolimni yeliq tanishimdan bilgan ekan. Allah rizoligi uchun bu haq yo'lni tanlabsiz. Bu yo'lda menish uchun nurg'un arziyat chekibsiz. Buni anglab sizdan bekmi suyundim. Najmiddin ansam hozir iqtisod jihatda sal qiynalib qolgan o'xshaysiz.
Agar xohlasangiz, men sizga ozroq yordam qilsam. Telefonda shundoq dedi. Biroz o'ylanib turib qoldim. Demisimi, hozir iqtisodiyotda obdonlik qiynayotdim. Hadam anda-munda pul avatib bergan hisob qolmaganda, hech qanday iqtisod manbaim yo'q edi. Lekin bu kishidan qarz olsam, uni qanday qaytarib bilman deb o'yladim. U xuddi ikkilishlarim bilib qolgandek, gapining kayniga qo'shib qo'ydi. Menmu burun iqtisoddan bakpa qiynalgan. Keyin boshqa birodarlarning tanishish bilan qoshish savdosiga kirishib qoldim. Alloh barakatini berdi. Savdam nihoyat tez yurishib ketdi. Hozir men tugul bolalarim yetib yesim yetgudak mol dunyorim turibdi. Kallamda faqat Alloh bergan mush ne'matning haqqini qanday ado qilaman degan xayollar bor. Singlim tortinmang. Qaytirsangiz qaytiring. Qachon qaytirsangiz mayli. Agar qaytirolmay qolsangizmi men rozi. Shunda qilib, men uningga oldirmay qaytirib berganga qarz olgan bo'lib kelishdik. Uningga hujjatni yozib berdim. Shundalik ko'nglim sal izg'ib tushdi. Qandoqlik qilib bo'lmasin bir amal bilan bu qarzni qaytirman, yeshimag'ani to'y qilganda mahri haqqimni berman deb o'yladim. O'qishim ko'ngildagidek davom etadi. Keyin ustozim menga kichik bolalarga Qur'on o'qishni o'rgatib qo'yishni, menga arab tili darsini haqsiz o'tib berganligini aytdi. Buni anglab shunda xush bo'ldim. O'zim masjidning hovlisida turardim. Chiroyimiz degandek yaxshi bo'lmasmi, o'zimizni mujohidlardek his qilardik. Kayfiyatim nihoyat ko'taranki edi. Shu chog'larda u kishi doim telefon qilib ahvol so'rab turardi. Men dastlabda bir musulmon qarindishim menga ko'ngil bo'lyotdi-ku deb ortiqcha o'ylab ketmagan ekanman. Bir kuni yana telefon qildi. Birdan ahvol so'radi va o'zining ahvol to'g'riliq so'zildi. Men parang'aligida hojika deyishimga jimmat bo'lib qoldi. Men azalda shunday chaqiratdim. Bu qitim nima bo'lganligini hech bilmadim. Amina, meni bundan keyin hojika demsangiz bo'lamdi. Ammo seni nima deb chaqirman? Dedim ayran bo'lib. Hojim deb chaqiring, bu ismim vatang. Uni faqat himatchim, ig'ir kunlarda yordam qilgan oqyo'lliq qarinishim deb biladim. U to'g'riliq hech qanday xiyol bo'lib baxmagan edim. Uning so'zini anglab turib qoldim. Ajiba u kishi menga boshqacha niyat bo'layotgan bo'lsa, men bilmagan sira olaymi yoki bunda qilsam qanday bo'lar? Shundan keyin nimishqidir uni ko'p o'ylaydigan bo'lib qoldim. U telefon qilsa-mu, ishkilimiz duduqlab, deydigan gap topolmay qolgan bo'lib qoldik. Telefonimda uning ismi ko'rinish bilanla ixtiyorsiz yuraklarim do'pildab, yuzlarim qizarib ketadi. Burun doim deydigan o'zingizni asrang, salomatligingizni diqqat qiling degandek gaplarmi butun vujudimni illiq bir tuyg'u cho'mdiradi. Nima qilarim bilolmay qolgan shu kunlarda u menga to'y qilish taklifini qo'ydi. Do'stim, shu joyda qanchalik xushal bo'lganini bilmaysiz. Men uni rostli yaxshi ko'rib qolgan edim. Garchi u mendan 10 yosh cho'ng bo'lsa-mu, tuzuk maktab tarbiyasi ko'rmagan bo'lsa-mu, uning taqvoligi, samimiyligi meni ta'sirlantirgan edi. Bir mazgil o'ylangandan keyin unga ma'qullik bildirdim. Keyin Urumchiga qaytib keldim. To'yimiz bo'ldi. Mehray bu hikoyani anglab o'ltirib, ko'ngli bir qismi bo'lib qoldi. Qiziq ish. Mushunda ham to'y bo'lamdi. U kishi sizdan 10 yosh cho'ng bo'lsa, mush kelmish to'y qilmabdi ekanmi? Yo ajrashib ketibdimi-ka? Mehray gumon bilan so'radi. Tomoqlar so'p qopdi, param bilan bo'lib tomoqlarni yemabdi mana. Ilon tomoq yeyli. Amina xuddi mush savolning chiqishini o'ylab tayyorlik ko'rgandek, darhol gapning temasini burayotdi. Mehray yana davomli so'raverishdan xijil bo'ldi. Lekin u nimishqidir Aminaning xo'shaligiga jo'r bo'la olmadi. Uning ko'ngli bir yomonlikni tuyg'andek bo'lib o'tadi.